Bir kishi kelib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qalbini qattiqligidan shikoyat qildi. E'tibor beringlar, siz bilan bizni zamonimizda mana shu qalbi qattiqlik ko'payib ketyapti. Hojatlarimiz ko'p, muammolarimiz yechilmayapti. G'amimiz, tashvishimiz ko'p. Ehtiyojimiz katta. Bir odam kelib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga qalbini qattiqligidan shikoyat qildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Atuhibbu an yalina qalbuk?" Qalbing muloyim, yumshoq bo'lishini xohlaysanmi? Va tudrika hajatak, hojatlaringni ravo bo'lishini xohlaysanmi? Ya'ni niyatlaringga yeta olmayotgan narsalaringga yetishishni xohlaysanmi? Masalan, shu dunyoviy, uxroviy hojatlarimiz ko'p. Bu hojatlarimizga yetishlik uchun nima ishlar qilmayapmiz? Qancha ishlar qilmayapmiz? Bo'lmayapti. Endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilarki, qalbing yumshashini va mana shu hojatlaringga yetishlikni xohlaysanmi deyapti. Irhamil yatim vamsah ra'sahu va at'imhu min ta'amik. Yetimni boshini sila. Inson yolg'iz qolganda Allohdan qo'rqib ko'z yosh to'kishligi jannatiylikning alomati ekan. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, 7 toifa insonni Alloh taolo qiyomat kunida o'zining arshini soyasi bilan soyalantiradi. Shundan bittasi yolg'iz qolganda Allohdan qo'rqib ko'z yosh to'kkan kishi. Nimaga qalbimiz, nimaga yig'la olmaymiz? Demak, qalbimiz qatib ketgan. Qalbimiz qatib ketgan. Agar qalbimiz yumshashini xohlasak, yetimni boshini silashimiz kerak. Unga rahm shafqat qilishimiz kerak. Taom berishimiz kerak. Shunda payg'ambarimiz aytdilar: "Shunday qilsang, qalbing yumshaydi va hojatingga yetasan."